3 xonali novostroyka, yangi remont mebel texnikali uy sizga taklif qilmoqchiman. Zal bilan oshxona studiya yevropeyskiy standart bo'yicha qilingan uyimizni 78 kvadratli metr, narxi 130 ming, har doimdek kelishiladi, ko'rib chiqamiz. Asosiy podyezddan kirish eshigimizni chap tarafimiz stroyli mebelni garnituri, o'ng tarafimizda resepsiyada sanuzelimiz. Remontlarimiz premium klass, luxury, eng firmenniy fabrичный asal ishlatilgan. Dekorativniy oyna o'zingizga qarab chiqib yurishingiz, chap tarafimizning bitta manzarasini ko'rsating. Stroyli kuxonniy garnitura, kir moshina o'rnatilgan. Polностью mana shu videoda nima ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma narsasi yangi, hamma narsasi qoladi. 130 ming egalari boshlang'ich narxda so'rashyapti, albatta kelishiladi. Manzilimiz Yunusobod 11-kvartal, JK Comfort House, bu uyimiz 5-etajda joylashgan, 10 etajli binomiz. Orientir Megaplanet orqasi, maktab, bog'cha, metro, targoviy kompleks 2 qadamli yo'nalishimizda. Mana bu taraflarimizda bitta, ikkita, 3 ta oynamiz bor. Hamma xonalarda oynalarimiz mavjud. Mana bu uzun yo'lanishimizda bu yoqda xonalarga bo'lingan. Bu yoq tarafimizda esa bizda sanuzel ikkinchisi bizda mana hammomimiz bo'ladi. Chiroyli 120 ga 60 iron kayferlardan qimmatlaridan taxib qo'yibdi. Xo'p, bu yoq tarafimiz esa bizda detskimiz, detskining o'zining oynasi bor. Manzara Tashkent City telebashni juda ham chiroyli ko'rinyapti. Bu yoq tarafimizda ko'rayotgan bo'lsangiz shkaflardan yasatilgan kiyim-kechaklarni shu yerga joylashtirish uchun sharoit qilingan. Xo'p, bu yoq tarafimiz bizda mana garderob, как прачечный qilib foydalansanglar bo'ladi, yoki дополнительный bu yerga ham devorga mebel yasattirib, polkali shaxsiy narsalarni joylashtirishga juda ham qulay. Va oxirgi xonamizda bizda spalnimiz bo'ladi. Spalniy garnituri полностью xonaga под расцветка razmeriga mo'ljallab yasatilib o'rnatilgan mebellarimiz. Xullas, menga juda ham yoqdi. Lokatsiyasi ham zo'r, remonti ham zo'r, podborka rangli, hammasiga dizayner o'zi ishlov bergan ekan. Telefon raqamlarini opsiyada qoldiraman. Ma'lumot uchun telefon qilib, kelib, ko'rib, savdalashib baraka ko'rasiz.